Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiyasi kartaga tushadigan fuqarolar. Ayniqsa yoshi ulug' otaxon va onaxonlar bank kartasidan foydalanishda nimalarni endi mutlaqo qilmasligi kerak? Qaysi holatda karta vaqtincha bloklanishi mumkin? Qaysi vaziyatda pulingizni yechib olish qiyinlashadi va qanday qilib muammoga tushib qolmaslik mumkin? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda pensiya oladigan ota-onamiz, buyimiz, bobomiz yoki yaqin qarindoshimiz bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va bu videoni pensiyasi kartaga tushadigan tanishlaringizga yuboring. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensiya kartasini oddiy plastikka karta deb bilardi. Pensiya tushadi. Bankomatdan yechib olinadi, do'konda ishlatiladi. Ba'zan farzandiga berib qo'yiladi. Ba'zan qo'shniga mana pin kod borib pulni olib kel deyiladi. Ayrimlar esa pensionerning kartasidan boshqa maqsadlarda ham foydalanib yuborardi. Kimdir qarz pulini shu kartaga o'tkazardi. Kimdir savdo pulini onasining pensiya kartasiga qabul qilardi. Kimdir internetdagi shubhali odamlarga karta raqamini, SMS kodni, pin kodni berib qo'yardi. Endi banklar bunday holatlarga ancha jiddiy qarayapti. Gap shundaki, bank uchun karta faqat pul saqlanadigan joy emas, balki aniq bir shaxsga tegishli moliyaviy vosita hisoblanadi. Karta egasi pensioner bo'lsa, karta ham aynan o'sha odamning shaxsiy mablag'i uchun ishlatilishi kerak. Agar karta orqali odatiy pensiya kirimidan tashqari g'alati, tez katta miqdordagi o'tkazmalar bo'lsa, pul bir kirib bir chiqib tursa, notanish odamlardan pul kelsa yoki kartadan boshqa odam doimiy foydalanayotganini bilib qolsa, bank xavfsizlik nuqtai nazaridan operatsiyani to'xtatishi, kartani vaqtincha cheklashi yoki mijozdan tushuntirish so'rashi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani aniq aytaman. Pensiya olish taqiqlangani yo'q. Pensionerlarning pensiyasi kartaga tushishi davom etadi. Lekin karta egasi o'z kartasini begonalarga berishi, pin kod va SMS kodlarni aytishi, kartani boshqa odamlarning pul aylantirish vositasiga aylantirishi xavfli va ayrim holatlarda bank tomonidan taqiqlangan amaliyot sifatida ko'riladi. Aynan mana shu farqni tushunish kerak. Birinchi navbatda oddiy pensionerlar xavotir olmasin. Agar sizning kartangizga har oy pensiya tushsa, siz uni bankomatdan yechsangiz, dorixona, oziq-ovqat do'koni, kommunal to'lovlar uchun ishlatsangiz, hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Masalan, bir onaxon har oy 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. Pul tushgandan keyin 700 ming so'mini bankomatdan yechadi. 200 ming so'miga dori oladi. 1 ming so'm kommunal to'laydi. Qolgani kartada turadi. Bu mutlaqo normal holat. Lekin boshqa bir holatni olaylik. Pensioner otaxonning kartasiga har oy 20 million 500 ming so'm pensiya tushadi. Ammo shu kartaga haftasiga bir necha marta 3 million, 5 million, 8 million so'mlik o'tkazmalar kela boshlaydi. Pul keladi. Yarim soatdan keyin boshqa kartalarga chiqib ketadi. Bank buni ko'rib, bu karta pensiya kartasimi yoki kimningdir savdo, qarz pul aylantirish kartasimi deb tekshirishi mumkin. Chunki pensionerning odatiy daromadi bilan karta aylanishi mos kelmayapti. Mana shunday holatda karta vaqtincha bloklanishi bank bo'limiga kelish so'ralishi. Pulning manbasi haqida hujjat yoki tushuntirish talab qilinishi mumkin. Yana bir real hayotga yaqin misol. Farzand onasining pensiya kartasini olib yuradi. Onasi uyda, kartadan esa o'g'il foydalanadi. Ish haqini ham shu kartaga o'tkazdiradi. Do'stlaridan qarz oladi. Internet orqali tovar sotib oladi. Ba'zan onasining nomidan kredit ilovasiga kiradi. Bir kuni karta bloklanadi yoki kredit bo'yicha tushunmovchilik chiqadi. Onaxon bankka borganda, "Men bularni qilmaganman. Men faqat pensiyamni olaman" deydi. Bank esa karta egasi sifatida aynan onaxonning shaxsini ko'radi, chunki karta uning nomida. Shuning uchun men har doim aytaman. Karta kimning nomida bo'lsa, mas'uliyat ham o'sha odamning nomida bo'ladi. Yana bir xavfli holat, firibgarlar telefon qilib, sizga yordam puli tushadi, pensiyangiz oshiriladi, bank kartangiz yangilanadi. Karta bloklanmasligi uchun kodni ayting deb aldashadi. Pensioner odam ishonib SMS kodni aytib yuboradi. Keyin kartadagi pul yechib olinadi. Banklar bunday holatlarning oldini olish uchun mijozlarga doim ogohlantirish beradi. Hech kimga SMS kod, pin kod, karta orqasidagi maxfiy raqamlarni aytmang. Agar aytsangiz, bu pulingizni o'zingiz begonaga kalit bilan topshirgandek bo'ladi. Kimlar albatta ehtiyot bo'lish kerak? Birinchisi,
pensiya kartasini farzandi, nevarasi, qo'shnisi yoki boshqa odam ishlatayotgan pensionerlar. Ikkinchisi, kartasiga pensiyadan tashqari notanish odamlardan pul qabul qilayotganlar. Uchinchisi, kartasini bir kunlik ishlatib turish uchun berayotganlar. To'rtinchisi, onlayn kredit, qarz, savdo, kripto, tikish, totalizator, noma'lum investitsiya kabi shubhali ishlarga karta raqamini ulayotganlar. Beshinchisi, bankdan kelgan har qanday SMS yoki qo'ng'iroqqa ishonib kodini aytib yuboradiganlar. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Pensiyasini o'zi olayotgan, kartasini o'zi ishlatayotgan, yirik noma'lum o'tkazmalar qabul qilmayotgan. Faqat do'kon, dorixona, bankomat va rasmiy to'lovlarda foydalanayotgan pensionerlar xavotirga tushmasin. Bankning maqsadi oddiy pensionerni qiynash emas. Asosiy maqsad firibgarlik, pul yuvish, noqonuniy pul aylantirish, karta egasining roziligisiz ishlatish kabi holatlarning oldini olish. Endi eng nozik masalalarni tushuntiraman. Ko'pchilik shunday deydi: "Men onamning kartasidan foydalanaman, chunki onam yurishga qiynaladi." Bu ham taqiqlanganmi? Agar onangiz sizga yordam berishni so'rasa, masala boshqacha. Lekin bu yordam ham to'g'ri rasmiylashtirilgani yaxshi. Eng xavfsiz yo'l bankka borib ishonchnoma, qo'shimcha karta, masofaviy xizmatlar yoki qonuniy vakillik tartibini so'rash. Har bir bankda tartib biroz farq qilishi mumkin, lekin asosiy ma'no bitta. Karta egasining roziligi aniq bo'lishi va begona odam kartadan yashirincha foydalanmasligi kerak. Masalan, otaxon yura olmaydi. O'g'li har oy bankomatdan pul olib keladi. Agar o'g'il faqat otasining iltimosi bilan pensiyani yechib, otasiga berayotgan bo'lsa, bu oilaviy yordam. Lekin o'g'il kartani o'z yonida saqlab, o'z xarajatlariga ishlatsa, otasidan so'ramay kredit olsa, notanish pul o'tkazmalarini qabul qilsa, bu katta muammo. Chunki bank buni karta egasining normal foydalanishi deb ko'rmasligi mumkin. Yana bir nozik jihat, pensioner kartasiga farzandlari pul yuborishi mumkinmi? Albatta mumkin. Masalan, qizingiz sizga har oy 300 ming yoki 5 ming so'm yordam yuboradi. Bu tushunarli holat. Lekin har kuni turli odamlardan 1 million, 2 million, 1 million so'm kelaversa, keyin darhol boshqa joyga chiqib ketsa, bu oddiy yordamga o'xshamaydi. Bank aynan shunday g'alati harakatlarga e'tibor beradi. Yana bir savol, pensioner karta orqali savdo qilsa bo'ladimi? Masalan, onaxon uyda non yopib sotadi yoki qo'l mehnati mahsulotlarini sotadi. Bu yerda ham hammasi miqdor va muntazamlikka bog'liq. Agar kichik miqdordagi pul tushsa, odatda muammo bo'lmaydi. Lekin savdo katta hajmga chiqsa, daromad doimiy bo'lsa, buni soliq, bank va huquqiy tartib bo'yicha to'g'ri rasmiylashtirish kerak bo'lishi mumkin. Aks holda pensiya kartasi tadbirkorlik pul aylanishi uchun ishlatilayotgandek ko'rinadi. Bank kartani nega bloklashi mumkin? Birinchidan, firibgarlik alomati bo'lsa. Ikkinchidan, karta egasi emas, boshqa odam foydalanayotgani sezilsa. Uchinchidan, shubhali katta pul aylanishi bo'lsa. To'rtinchidan, karta ma'lumotlari internetda tarqalgan bo'lsa. Beshinchidan, noto'g'ri PIN kod bir necha marta kiritilsa yoki ilovaga shubhali qurilmadan kirilsa. Oltinchidan, bank mijozni himoya qilish uchun vaqtincha cheklov qo'yishi mumkin. Bu har doim ham siz aybdorsiz degani emas. Ba'zan bu sizning pulingizni saqlab qolish uchun qilinadi. Lekin yana bir narsani yodda tuting. Agar bank sizdan tushuntirish so'rasa, qo'rqib yashirinmang. Bank bo'limiga boring. Pasportingizni oling, pensiya kartangizni oling. Pul qayerdan kelganini tushuntiring. Agar pulni farzandingiz yuborgan bo'lsa, farzandingizning ismi, telefon raqami, o'tkazma maqsadi haqida ayting. Agar qarz qaytgan bo'lsa, oddiy yozma tushuntirish berishingiz mumkin. Agar savdo bo'lsa, bu savdo qanday bo'lganini aytish kerak. Eng yomon yo'l: men bilmayman, kartam o'g'limda edi deyish. Chunki bu gap bank uchun yana ham xavotirli signal bo'ladi. Birinchi qadam. Kartangiz kimning qo'lida ekanini tekshiring. Agar pensiya kartangiz o'zingizda bo'lmasa, bugunoq uni qaytarib oling. Agar siz yoshi ulug' ota-onangizning kartasini olib yurgan bo'lsangiz, ularga vaziyatni tushuntiring. Karta egasi karta qayerda ekanini, undan kim foydalanayotganini, pul qachon kirib chiqayotganini bilishi shart. Ikkinchi qadam: PIN kod va SMS kodlarini hech kimga aytmang. Men buni juda qattiq ta'kidlayman. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham, soliq xodimi ham, mahalla vakili ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Kodni ayting, pulingiz tushadi desa ham ishonmang. Kodni ayting. Kartangiz blokdan chiqadi desa ham ishonmang.
Kodni aytganingizdan keyin pulingiz yo'q bo'lsa, uni qaytarish juda qiyin bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, bank ilovasida SMS xabarnomani yo'qing. Har bir kirim va chiqim haqida xabar kelib tursin. Agar o'zingiz telefon ishlatmasangiz, ishonchli farzandingiz bilan birga bankka boring va qanday xabarnoma ulash mumkinligini so'rang. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'ling. Telefon raqami karta egasining nazoratida bo'lishi kerak. Agar raqam butunlay boshqa odamda bo'lsa, karta xavfsizligi pasayadi. 4-qadam, shubhali pul qabul qilmang. Kimdir sizga kartangizni berib turing, pul tushadi, keyin yechib berasiz, sizga 1000 so'm beraman desa, rozi bo'lmang. Bu oddiy iltimos emas, juda xavfli ish. Chunki o'sha pul firibgarlikdan, noqonuniy savdodan yoki boshqa muammoli manbadan kelgan bo'lishi mumkin. Keyin bank ham, huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham karta egasidan so'rashi mumkin. Karta esa pensioner nomida bo'ladi. 5-qadam, agar karta bloklansa, vahimaga tushmang, lekin vaqtni ham cho'zmang. Eng avval bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamini internetdagi tasodifiy e'londan emas, bankning rasmiy sayti, kartaning orqa tomoni yoki bank ilovasidan oling. Keyin pasport yoki ID karta, pensiya kartasi, telefoningiz kerak bo'lsa, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha hujjat bilan bank bo'limiga boring. Bank xodimidan blok sababi, uni yechish tartibi va qanday ariza yozish kerakligini so'rang. 6-qadam. Yozma ariza berishni biling. Agar kartangiz sababsiz cheklangandek tuyulsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Bank bo'limida ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, karta oxirgi raqamlari, muammo qachon boshlanganini va nima so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, pensiya kartam bo'yicha operatsiyalar cheklangan. Cheklov sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va qonuniy asos bo'lsa, uni ko'rsatishingizni so'rayman. Arizaning qabul qilingan nusxasi yoki ro'yxat raqamini olib qo'ying. 7-qadam. Yoshi ulug' odamlar uchun oilaviy tartib o'rnating. Masalan, har oy pensiya tushgani farzandlardan biri ota-onasi bilan birga bankomatga boradi. Pul yechilgach, qancha yechildi, qancha qoldi, nimaga sarflanadi? Barchasi ochiq aytiladi. Bu ishonchsizlik emas, bu xavfsizlik. Chunki ko'p firibgarliklar aynan men bilmagan edim, kodini nevaram bilardi, kartam qo'shida edi degan joydan boshlanadi. 8-qadam. Agar pensioner yurishga qiynalsa, rasmiy yechim so'rang. Bankdan so'rang, ishonchnoma bilan xizmat ko'rsatish mumkinmi? Notarial ishonchnoma kerakmi? Uyga xizmat chaqirish imkoniyati bormi? Qo'shimcha karta ochish tartibi qanday? Mobil ilovani xavfsiz ulash mumkinmi? O'zboshimchalik bilan karta va kodni birovga berib qo'yishdan ko'ra, bir marta bankdan aniq tartibni bilib olgan yaxshi. 9-qadam, kredit va qarz masalasida ehtiyot bo'ling. Ba'zi pensionerlar farzandi yoki tanishi uchun o'z nomiga kredit olib beradi. Keyin to'lov qilinmasa, pensiya kartasidan yechim bo'lishi, qarzdorlik paydo bo'lishi, sud yoki ijro hujjatlari bilan muammo chiqishi mumkin. Men maslahat beraman. Hech kim uchun o'z nomingizga kredit olmang. Ayniqsa shartnomani tushunmasangiz. Faqat formalnost. 2 kunda yopamiz. Sizga zarar bo'lmaydi degan gaplarga ishonmang. Hujjatga imzo qo'ydingizmi? Javobgarlik ham sizda bo'ladi. 10-qadam, har oy karta tarixini tekshiring. Bank ilovasidan yoki bank bo'limidan oxirgi operatsiyalar ro'yxatini oling. Qaysi kuni pensiya tushgan, qaysi kuni qancha pul yechilgan, qayerda xarid qilingan, hammasini ko'rib chiqing. Agar tanimagan operatsiya bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Vaqt o'tib ketgandan keyin isbotlash qiyinroq bo'ladi. Oddiy misollar orqali yana tushuntiraman. 1-misol. Amtaksi yoshli onaxonning kartasiga 1.300.000 so'm pensiya tushadi. U nabirasiga karta va pin kodni berib, dorimni olib kel deydi. Nabira dorini oladi, lekin keyin karta ma'lumotlarini telefondagi o'yinga ulab qo'yadi. Bir necha hafta ichida mayda-mayda 20.000, 30.000, 20.000 so'mdan pul yechilib ketadi. Onaxon buni kech biladi. Bu holatda asosiy xato karta nazoratsiz berilganida. 2-misol. Otaxonning kartasiga pensiyadan tashqari notanish odamlardan 1 million so'm keladi. O'g'li do'stimning puli edi, o'tkazib turdik deydi. Keyin o'sha pul bo'yicha shikoyat tushadi. Bank kartani cheklaydi. Otaxon bankka chaqiriladi. Otaxon esa bu pul haqida hech narsa bilmaydi. Mana shu sababli men aytaman, pensioner kartasi hech qachon boshqa odamlarning tranzit kartasiga aylanmasin. 3-misol. Qiz farzand har oy onasiga 400.000 so'm yordam yuboradi.
Bu normal. Bank buni odatda shubhali deb hisoblamaydi. Chunki summa tushunarli yuboruvchi bir xil maqsad o'ylab yordam. Demak, muammo pul kelishining o'zida emas. Muammo tushunarsiz, g'alati, katta va karta egasiga aloqasiz aylanishlarda. 4-misol, pensionerga telefon qilib, sizga qo'shimcha nafaqa chiqdi. Kartangizni tasdiqlash kerak deyishadi. U karta raqami amal qilish muddati. SMS kodni aytadi. Bir necha daqiqada pul yechiladi. Bu yerda bankdan ko'ra birinchi himoya chizig'i odamning o'zi. Hech qanday qo'shimcha nafaqa SMS kod aytish bilan berilmaydi. Rasmiy to'lovlar uchun sizdan maxfiy kod so'ralmaydi. Yana bir muhim masala. Bank mening pensiyamni ushlab qolishi mumkinmi? Agar oddiy pensiya tushsa va sizda bank oldida qarzdorlik, sud qarori yoki ijro hujjati bo'lmasa, bank o'z xohishicha pulingizni olib qo'yishi kerak emas. Lekin agar siz kredit olgan bo'lsangiz, shartnomada avtomatik yechimga rozilik bergan bo'lsangiz, qarzdorlik bo'lsa ayrim summalar yechilishi mumkin. Shuning uchun har qanday kredit shartnomasini o'qimasdan imzolamang. Ayniqsa pensioner odamga bu faqat yordam. Bu karta ochish uchun qog'oz deyishsa, hujjatni uyga olib borib, farzandlar bilan o'qib chiqing. Agar bank xodimi bilan kelishmovchilik bo'lsa, hurmat bilan, lekin qat'iy gapiring. Menga cheklov sababi kerak. Qaysi hujjat asosida? Yozma javob bering. Arzamni ro'yxatdan o'tkazing deb so'rang. Hissiyotga o'tsa berilib baqirish foyda bermaydi. Hujjat, arza, ro'yxat raqami va aniq tushuntirish doim kuchliroq. Men pensionerlarning farzandlariga ham alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning kartasini oson yechim deb ko'rmang. Onam ishlatmaydi, men ishlatib turaman. Dadam bilmaydi. Baribir pul oila uchun degan yondashuv noto'g'ri. Ota-onaning pensiyasi ularning shaxsiy mablag'i. Agar yordam kerak bo'lsa, ochib gaplashing, ruxsat oling, imkon bo'lsa rasmiy tartib qiling. Ertaga biror muammo chiqsa, birinchi bo'lib qiynaladigan odam aynan pensioner bo'ladi. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensiya kartaga tushish taqiqlanmagan, lekin pensiya kartasini begonalarga berish, PIN kod va SMS kodni aytish. Kartani boshqa odamlarning pul aylantirish vositasiga aylantirish juda xavfli va bank tomonidan cheklovga sabab bo'lishi mumkin. Oddiy pensioner pensiyasini olsa, do'konda ishlatsa, bankomatdan yetsa xavotirga o'rin yo'q. Ammo karta orqali tushunarsiz pul kirib chiqsa, karta egasi o'rniga boshqa odam foydalansa, firibgarlik xavfi bo'lsa, muammo paydo bo'ladi. Men sizdan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni uyda yoshi ulug' insonlarga tushuntiring. Karta va kodni hech kimga bermaslikni ayting. Agar muammo bo'lsa, banka pasport, karta va telefon bilan borishni, arza yozishni, yozma javob so'rashni unutmang. Sizningcha pensiya kartalarini himoya qilish uchun yana qanday choralar kerak? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiyasi kartaga tushadigan barcha yaqinlaringizga yuboring.